Так, mayli, assalomu alaykum. Tak, mayli, assalomu alaykum. Demak, xayrli tong hammaga. Menimcha hali hech kim qo'shilmadi. Boshlayveramiz. Qo'shilganlar qo'shilib, bo'lmagan bo'lsa darsni ko'rib qo'yaverasizlar. Tak, demak, 3 da o'tdik, endi 3-1 da o'tamiz bugun. Test ishlash qilamiz. Так, ketdik. Demak, так, чем преимущество планшета с поддержкой сотовой связи сравнению планшета только с Wi-Fi? Bu ham qaytarilyapti. Demak, имеет большой доступ. Так, mana bu bo'ladi. Широкий, имеет более широкую зону доступ к интернету. Ya'ni internetga bog'lanish uchun kattaroq joyga ega. Xohlagan joyda internetga kirib ketaveramiz. Endi xohlagan emas-ku, o'sha antenna chiqadigan joyda. Chunki faqat Wi-Fi ga ulangan planshet bo'lsa, o'sha bitta binodan tashqari chiqsa ishlamay qoladi. Bunda esa qayerda antenna bo'lsa, o'sha ishlab ketaveradi. Keyingisi. Сеть используемая для связи между персонажами. Так, компьютерный сеть масштаба g'orda. Mana bilasizmi? Oldin korporativ set deb nima qilardik. Demak, o'sha nima deyapti? Сеть используемая связи между персональными устройствами. Yo'q. Компьютерный сеть, охватывающий небольшой географический район, например, дом, офис, школу или группу здания, оно соединяет компьютеры, периферийные устройства, терминалы и другие. Так, общедоступный скоростной тест, который mana. Так, 15 km degan to'g'ri bo'ladi. Mana bu lokal testga bo'ladi. Lokal tarmoqqa bitta binoning ichidagi tak, mana bu esa VPN, birinchisi lokal tarmoqqa nima bo'ladi? Tak, demak 15 km degani man bo'lsa 15 km. Agar sizga LAN deb so'rasa, unda mana bu eng kattasini olasiz. Eng kichkinasi bo'ladi, lokal tarmoq. Agar VPN degani bo'ladi, hali chiqadi. VPN u сеть используемый для безопасного подключения пользователей к интернету. Mana shu nima hisoblanadi. Keyingisi, какое утверждение является ложными относительно сжатия файла? Fayllarni saqlash bo'yicha, demak, ложный, xato fikr qaysi? Так. Endi qarang, fayl экономит место. U kecha ko'rdik, buni to'g'rimi? Shifruет degani xato edi. Так, файл базы данных размером 40 мегабайт необходимо сжать перед отправкой по электронной почте. Elektron pochta orqali 40 megabayt jo'natishda deyapti, uni arxivlash kerak deyapti. Bu rost. Nima kecha o'tdik, demak, elektron pochtalar 25 megabaytgacha ma'lumot jo'nata oladi. Demak, undan kattasini arxivlashimiz kerak yoki bo'lib kamaytirib jo'natishimiz kerak. Keyingisi. Bu texnologiya SMS означает как сервер, mana служба коротких. Так, demak, bu rost. Keyingisi. Глобальная вычислительная сеть WAN это deyapti. WAN bu demak, так, bu mana который может передать голосы, как правило, передала так, mana shu bo'lish. Так, mana пользователи к интернету mana. Сеть используемая для безопасного подключения пользователей к интернету. Internetga ulanish uchun, demak, nima ekan? WAN ekan. WANga bu shunday ta'rif beribdi. Demak, internetga ulanish. Определите, какие аспекты создания безопасной домашней беспроводной сети являются преимуществом. Составьте истинные и верным аспекты и ложным неверным. Так, возможность подключения домашнего компьютера к сети, находясь вдали от дома, deyapti. Va setga ulanish uchun tashqarida bo'ladi, deyapti. Bu noto'g'ri, to'g'rimi? Agar tarmoqqa ulanish uchun o'sha binoning ichidagi
uyni ichida bo'lishi kerak. Какие три из следующих компаний выиграют большое всего это использование планшетов со сотовой связи, а не планшетов только с Wi-Fi? Выберите 3. Demak qarang. Mana shu savol ikki marta, ikkitasi bor, ikki xili. Tak, birinchisi hozir bu yerda so'rayapti. Demak, faqatgina deyapti, ota nima deydi? Sotli siyazi borini qo'shib ishlatadigan deyaptilar. Tushundingizmi? Masalan, mobil tarmoqqa ega bo'lgan nimani ishlatadigan, planshet ishlatadigan kompaniyalarda qaysi biri yaxshi deyapti. Mana yana tushuntira olmadim. Qarang. Demak, 3 ta firmani topishimiz kerak. Bu yerda 5 xil firma berilgan, 5 xil korxona nomi. Ana shunda 3 tasini tanlashimiz kerak. Qaysiki ular agar planshet mana sotli siyazdan, ya'ni mobil tarmoqqa ega bo'lgan, yo aytaylik sim kartaga ega bo'lgan planshetga planshet ishlatsa yutuq bo'ladi deyapti, yutadi deyapti. Ya'ni ularga sim kartali hamma joydan internetga ulanish imkoniyati bo'lishi kerak. Siz shunaqa ikkita qaysi biri deyapti-da, 3 tasi qaysi biri deyapti. Demak, bizda служба доставки света bor. O'sha demak, unda operator bo'ladi, borib, ya'ni kuryer klientga tashlagandan keyin o'shdan turib internetga ulanish kerak planshet. Ulanib, zakaz nima qildi, yetkazildi deganda bosish kerak. Bunga kerak bo'ladi. Keyin biznes почистки ковров. U ham borib klientga tashlab keladi, kovr, gilamlarni olib keladi, unga ham kerak. Agent va недвижимостьni u ham ko'chada ishlaydi, unga ham demak sim kartali kerak. Ya'ni Wi-Fi degani hech qayerga chiqmaydi. Agar xuddi shu savol из 2 deydi. 2 больше используется с сотовой, demak s Wi-Fi degan o'rtada turadigan bo'lsa, Wi-Fi dan yutuq bo'ladi qaysi biriga desa, ikkitasini. Neboshli restoran и magazin одеждani tanlaymiz. Shunda mana shularda demak sotuvchilar chiqmaydi, ishchilar bitta binoning ichida ular uchun alohida sim karta olib, unga pul to'lab o'tirish shart emas. Shuning uchun mana shuni tanlab qo'yamiz. Agar mabodo Wi-Fi o'rtada tursa, ya'ni Wi-Fi ustunligi desa. Keyingisi подключение двух устройств с поддержкой Bluetooth. Какое из следующих действий не является шагом, который необходимо выполнить? Bu ham qaytarilyapti. Ya'ni ikkita qurilmani Bluetoothda ulash uchun nima ish qilishimiz shart emas. Bu yerda ham xatolik ketib qo'ygan. Выключение Wi-Fi degani demak o'sha to'g'ri emas. Men bunisi o'sha qo'shilib qo'ygan. Bu savol buni orqasiga qo'shilib qo'yganda. Keyingimiz tak, bu ham qaytarilyapti. Mana bu deyapti Wi-Fi nima? Men bu IP adres to'g'rimi demoqchi-da. Mana shu yerga to'g'ri keladi. Ya'ni IP adresni yozilishi to'g'rimi deyapti. Bu xato. IP adresimiz demak 255 gacha bo'ladi va harflar soni qatnashib bo'lmaydi. O'shaning uchun bu ложь. В каком сценарии для выполнения задачи потребуется сжатие? Mana buni уже ko'rdik. Mana bu demak to'g'riga edi. Keyingisi personalniy kompyuter pan eta mana chiqdi, ko'rdingiz? Pan chiqdi. Pan nima degan? Demak, охватывающий не, например, mana shu uzunida, короче. Pan degani personalniy kompyuterniy set yo'q, bu emas ekan. Mana bu. Personalniy kompyuterniy set demak pan personal bo'lsa, P bo'lsa demak personalniy устройство bo'ladi. Ya'ni personalniy kompyuterlarni nima qiladi? Pan. LAN da aytyapti. LAN mana bu eng kattasi bo'ladi. Endi LAN hamma biladi, to'g'rimi? Bitta binoning ichidagi lokal tarmoq. Bitta binoning ichidagi tarmoq yoki yaqin bir-biri bilan yaqin bo'lgan binolarda ulaydigan tarmoq. Какие 2 примеры являются активности в облако?
ikkita qaysi biri, ya'ni aktivist oblakada ishlashini bildiradi deyapti. Mana bu. Demak, fotografiyani LinkedInga yuklasak yoki Telegramga yuklasak, LinkedIn degan Telegramga yoki bo'lmasam Instagramga fotografiyani yuklasak, demak biz qayerdagidir serverga ma'lumotimizni yuklayotgan bo'lamiz. Yoki сохранение fayl na Google diskka ma'lumot saqlasak, yana oblakadan foydalanamiz. Ya'ni uzoqdagi serverga ma'lumot jo'natayotgan bo'lamiz. Keyingi, что может помешать устройству подключиться к защищенной сети Wi-Fi. Buni ham qaytarilyapti, to'g'rimi? Demak, слишком высока. Способность, пропускной способность слишком высока bo'ladi. Определите, какие аспекты создания безопасной домашней беспроводной сети являются преимуществом. Возможности подключения и связи с несколькими устройствами в одной сети. Bu rost, to'g'rimi? Shu rost yolg'onligini topish kerak bu yerda mana. Keyingisi, какие три ограничения существуют для смартфона по сравнению с ноутбуком? Так, qarang, endi smartfonning o'sha kamchiligi, ограничение, masalan, o'sha cheklanganligi. Ya'ni notebookda bajarib bo'ladigan ish, lekin telefonda bajara olmaydigan 3 ta ishni tanlashingiz kerak. Nima qila olmaysiz? Demak, отсутствие доступа elektron pochtaga bemalol smartfondan kirsa bo'ladi, to'g'rimi? Невозможно напрямую подключить большинство смартфонов к USB накопителям. Ya'ni bitta telefonga qolgan boshqa telefonlarda USB orqali ulab bo'lmaydi. Невозможно разместить сайt. To'g'ri, saytni o'rnatib bo'lmaydi. Hech kim telefonga sayt o'rnatmaydi, to'g'rimi? Ну, faktически o'rnatishda iloji yo'q, chunki Android o'tda. Bizda nimada o'rnatsak bo'ladi, lekin telefonimizda, nima, kompyuterimizda, notebookimizda o'rnatsa bo'ladi. Keyin dokumentni redaktoriyat qilsa bo'ladi, telefonda ham bemalol. Skype'ga kirsa bo'ladi, telefonda ham bemalol. Demak, bizda ikkinchi ishni bajara olmaymiz, uchinchi ishni bajara olmaymiz, и oltinchi ishni mana полноценное приложение не могут. To'g'ri. Ko'pchilik telefonlarni o'rnatib bo'lmaydi. Nimaga? Mana shu uchalasini noto'g'ri. 2 3 6. 2 3 6. Keyingisi, так, to'g'ri-noto'g'riligini. Возможность автоматического подключения всех устройств в пределах диапазона при создании сети. Так, возможность активности подключения всех устройств в пределах диапазона при создании сети. Так, avtomatik o'rin aniqladi deyapti-da. Setni yaratgandan keyin qurilmalar avtomatik ulanib qoladi deyapti-da. Bu demak noto'g'ri. Noto'g'ri, chunki avtomatik ulanmaydi. Hammasini ulab chiqishimiz kerak. Ну, хотя parol o'rnatishimiz kerak, to'g'rimi? Parollarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Какое утверждение верно в отношении Brandmauer? Brandmauer haqida qaysi biri to'g'ri? Mana kecha ham o'tdik buni. Brandmauer использует набор правил для защиты компьютера от вредного сетевого трафика. Так, короче, bu nima deydi? Qoidalar jamlanmasi Brandmauer. Bunday aytganda, Brandmauer to'g'ri, biz kompyuterimizni har xil xavflardan himoya qiladi, lekin u antivirus emas. U faqat qoidalar bor, ma'lum qoidalar asosida ishlaydi. Kompyuterga nima deydi, o'sha xavfli nimalarni xavfli deb bilgan dasturlarda o'rnatilishini oldini oladi. Ну, bir xillarda juda ham kerakli ma'lumot, kerakli narsalarni ham o'rnatmaydi. Xato deb biladi uni. Какой тип сотовой связи, какой tip sotviy seti требует sim-карту для работы устройства deyapti. Demak, qanaqa nimalar, demak, mobil tarmoq sim-karta so'raydi deydi. Endi qarang. Wi-Fi mobil tarmoq emas. Buni chiqarib tashlaymiz ma'lumotda.
POTS ham mobil tarmoq emas. Buni ham ikkalasini chiqarib yuboramiz. Bu ular haqida qarab o'tirishmiz. Endi mobil tarmoq qaysi biri? CDMA bilan GSM. Mana shu demak CDMA bilasiz, bu borki CDMA demak bu sim kartasiz. O'zi nimada mobil tarmoqlarda ikki xili bor, sim kartalisi bor, sim kartasiz bor, to'g'rimi? Mana sim kartali degani siz telefon, xohlagan telefoningizni sotib olishingiz va xohlagan kompaniyadan sim kartani olib telefonga ulab ishlatib ketaverasiz. Bunday holatda demak siz sim karta olayotganda dokument ishlatasiz, ya'ni telefon olayotganda hech qanaqa pasport ichingga bermaysiz, danni bermaysiz, lekin sim karta olayotganda pasportingizni berasiz, sizni nomingizga rasmiylashtiradi sim karta. Uni borib qurilmangizga telefoningizga ulangan paytingizda demak o'sha sizni telefoningiz haqida hamma ma'lumot o'sha nomerga bog'lanadi. Ana shunaqa qilib, demak mana shu telefonni kim ishlatayotgani yoki mana shu nomer kim ishlatayotganini bilib turasiz. Ikkinchi usuli bor. Ikkinchi usuli siz borasiz, kompaniyadan siz telefon sotib olasiz. U kompaniya telefon sizni sotgandan keyin boyagi telefonni o'sha bitta nomerga bog'lab sizga beradi. Ya'ni masalan biz oldin Perfectum bor edi, to'g'rimi? Perfectum bor edi, antennasi yaxshi chiqartirdi, lekin sim karta emasdi u. U sim karta emasdi, u o'sha nomerda sotilib, nomer telefon bilan birga sotib olinadi. Xullas shunaqa narsa. Demak, qaysi birida deyapti sim karta kerak. GSM da sim karta kerak. CDMA da sim karta kerak emas. CDMA da buni oldinlar Paynet orqali pul to'layotgan, Paynet emas, o'sha nimalar orqali pul to'layotganda, ilovalar orqali to'layotganda shu narsa so'ralardi. CDMA, GSM qaysi biri deb tanlardik. Demak, GSM bu sim kartali, CDMA sim kartasiz. Bu savol qaytalanadi, ustozlar. O'shancha ikkalasini ham tushunib oling. Какие две из следующих действий вы не сможете выполнить на смартфоне? Qaysi ikkitasini smartfonda ishlata olmaysiz deb. Demak, boya aytdik, razmestить veb-sayt mumkin emas, большой katta ma'lumotlar bazasini saqlash mumkin emas. Mana bu ikkalasini bemalol qilamiz. Так, 3-4. Какие из следующих задач не могут быть выполнены? Bu ham xato ketib qolibdi, uzr. Выполнены deyapti. Доставка офлайн сообщения при использовании чата. Qaysi birini qila olmaymiz deyapti. Так. Endi отправка файла изображения, использование смайлик. Так, доставка офлайн сообщения mana. Kecha aytdim, demak, mana bu yerda offline soобщение. Mana bu to'g'ri javob bu yoqqa ham tushib qolgan, xullas, ustozlar. Uni olib tashlanish kerak. Так, сообщение desa, mana shu yergacha olib tashlanish kerak ekanda, savolni topolsam olib tashlayman. Так, mana shu narsani nima qilamiz? To'g'ri javob tepaga tushib qolibdi, просто. Выполнение при использовании chatda. Chatda nima ish qilib bo'lmaydi, deyapti. Kecha tushuntirdim-a, chatda demak, faqatgina offline soобщение jo'natib bo'lmaydi. Так, mana to'g'ri ekan. Keyingisi. Вы хотите перенести файлы со смартфона на компьютер. Существует несколько способов, которые позволяют передавать файлы со смартфона на компьютер. Вы можете qarang. Siz demak smartfondan kompyuterga ma'lumotni ko'chirmoqchisiz. Ya'ni telefoningizdan kompyuterga. Qanaqa ikkita yo'li bor deyapti. Shu ikkita yo'lni tanlang. Demak, qarang, используем приложение на смартфоне для беспроводной передачи файлов на компьютер или использовать облачную службу для синхронизации файлов между устройством и компьютером. Demak, siz deyapti, беспроводной передача файл bilan oldin bilasizmi, ShareIt degan narsa bor. ShareIt kompyuterga ham ishlardi. Kompyuterda Wi-Fi bo'lsa, o'shanaqa dasturlar orqali o'rnatishingiz, Wi-Fi orqali nima qilishingiz mumkin deyapti. Yoki bo'lmasam oblakaga yuklab qo'yasiz. Masalan, men odatda shunaqa qilaman. Odatda bir paytlar o'rtalarida umuman ijtimoiy tarmoq ishlatmay qo'yganman. Telegram ham ishlatmay qo'yganman.
ana shunaqa paytda mabodo bir nimanidir rasmga olib kompyuterimga o'tkazish kerak bo'lsa, men rasmga olardimda telefonim orqali Google Drive'ga tashlardim rasmni. Keyin kompyuterdan Google Drive'ga kirib o'sha rasmni olardim. Ijtimoiy tarmoqdan, Telegramdan foydalanmaslik uchun-da. Bizda mana shu to'g'ri javob bo'lar. Qolganlar o'zi to'g'ri kelmaydi. Ethernetga ulab bo'lmaydi. To'g'rimi? Ethernet orqali ulayapti, ulab bo'lmaydi. Tak, qolganlari o'zi nimadan uzoq. Какой тип общественной службы позволит вам бесплатно подключить ваше устройство Wi-Fi к интернету? Так, tekinga ulanish. Tekinga ulanishda qaysi ustroyство sizga tekinga ulanishning imkoniyatini qilib beradi, deyapti. Ya'ni telefoningiz. Точка доступda eng nimasi. Internetingiz yo'qolib qolsa, aytasiz-ku o'rtoqlaringizga, точкang yo'qor, точкang yo'qor deymiz. Точкani yoqib, tekinga internetga ulanamiz. Microsoft ham, Apple ham, keyin mana bu sotuvchi operator degan-ku, mobil operatorlar ham hech kim sizga tekinga ulab bermaydi. Lekin o'rtog'ingiz ulab beradi. O'rtoq shotidan internetga ulanish mumkin faqat. При использовании ноутбука какие два метода могут способствовать продлению времени работы батареи? Так, endi notebookni ishlatayotganimizda qaysi biri batareykani umrini uzaytiradi, ya'ni ko'proqqa yetishini ta'minlaydi. Birinchisi закрыть все фоновые программы. Endi notebook deganda telefonni ham nazarda tutsangiz bo'ladi. To'g'rimi? Bekorga yoniq turgan programmalar bo'ladi. O'sha programmalarni o'chirib qo'yish kerak. Chunki ular prosta energiya yeb yotadi. Ishlatmaysiz u, lekin energiya yeb yotadi. Keyin повысить bu endi protsessorning ishiga umuman farqi yo'q. Qancha tez ishlaydi, sekin ishlaydi, unaqa tok значительный ko'zga ko'rinadigan darajada ko'p tok qabul qilmaydi. Уменьшить яркость ekrana. Mana shu ham katta ish beradi. Яркостni tushirib qo'ysangiz, kamroq energiya sarflaydi. Подключить к ноутбуку внешний жесткий диск. Umuman farqi yo'q. Внешний жесткий disk ulaysizmi, ulamaysizmi, u ham tokka unaqa katta ta'sir qilmaydi. Demak, bizda birinchi bilan uchinchisi eng nimasi ta'sir qiladigani. Keyingisi demak, что из списка не является настраиваемым параметром питания Windows 10. Qaysi biri, demak, Windows 10 da o'sha kechagi nimamiz parametr emas deyapti. Demak, bizda отключи звука без действия. Mana shu narsani qo'yib bo'lmaydi. Kecha ham qaysi boshqa savolda ham ko'rdik. Demak, Windows da o'sha zvukni o'chirib qo'yishning iloji yo'q. Qanchadir vaqtdan keyin. Kompyuterda Winchesterni o'chirib qo'yish mumkin. Qanaqa so'ngga o'tkazsak, Winchesterni o'chiradi, o'sha payt zvuk ham o'chadi. Ikkita bir xil bo'lib qolibdi, lekin noto'g'ri javob. Keyingisi. Определите, так, возможность каждого устройства заполнить сеть автоматически подключается к ней. To'g'ri, masalan, bitta joyga bordingiz, Wi-Fi ga ulandingiz, saqlab qo'ydingiz, parollarni kiritib, keyingi kun borsangiz, Wi-Fi yonib tursa, avtomat ulanib ketaveradi. Qayta yana parol terib o'tirish shart emas. Keyingisi, какого два основных недостатка планшетов сотовой связи по сравнению планшетов только с Wi-Fi? Faqatgina Wi-Fi ga ulangan planshet. Aytaylik, sim kartali telefonning kamchiligi. Keyin faqatgina sim kartasi telefonda nima kamchiligi bo'lishi mumkin? Так, меньше памяти, более низкий скорость оборота данных. Endi bu bir xil, qurilma bir xil bo'ladi. Отсутствие возможности подключения к Wi-Fi. Yo'q, telefoningizda sim karta bor bo'lsa ham Wi-Fi ga bemalol ulanaverasiz. Planshet с сотовой связи требует тарифный план для работы. Ana shunisi to'g'ri, noto'g'ri. Masalan, telefoningiz, sim kartangiz bor bo'lsa, demak, qanaqadir tarifli planga ulanishingiz kerak, pul to'lashingiz kerak unga. Keyin planshet сотовой связи стоит дороже. Так. Demak, bu qimmatroqqa tushadi, chunki o'sha telefonni sotib olasiz, yoniga plus nima ham sotib olasiz-ku, sim karta bor. O'shaning uchun qimmatroqqa tushadi. Uni ishlatish ham qimmatga tushadi, chunki har oy abonentskiy to'lash kerak. Keyin uni sotib olishda ham kamchilik bor, o'sha qimmatroq.
Chunki sim kartani ham qo'shib olish kerak. Что из списка не является настройным параметром Windows так. Bu ham xuddi boyagi, demak, mana bu звук. Так. Keyingisi, какая сервис необходим для отправки текстовых сообщений на мобильном устройстве, deyapti. Так, endi какая servis kerak? O'sha telefonda soобщение yozish uchun. Ya'ni akkaunt Twitterda, Instagramda akkaunt shart emas telefoningizda. Usiz ham bemalol nima soобщение, masalan, menda akkauntimda Twitter ham, Instagram ham yo'q. Lekin bemalol soобщение yoza olaman. Demak, internetga ulanish shart emas soобщение uchun, sotuv счет ham shart emas, faqatgina mana bu kerak. Tarifning bilan internet SMS'im tugab qolsa jo'nata olmayman lekin. Tak. Mana bo'ldi demak. Yana qayerdadir xato. Bu men bu deya muammolar bo'lishi bir ko'rib chiqqaningiz yaxshi. Savollarda qanaqa xato ketadi. Tak, mana buni demak buni to'g'ri deb belgilab ketgan ekanmiz. Tak. Ну, короче. Tak, bu ham xato belgilab qo'ygan ekan. Bezukada. Zuk. Tak, bo'ldi. Demak, bugungi darsimiz shu bilan tugadi. Bir kishi yana kirdi. Bu yaxshi emas. Yaxshi emas. Tak. Demak, daji borki, ekranni yoqmabman ham. Darsga kirgan o'qituvchimiz ham so'ramabdi. Demak, endi videodan ko'rib olasiz. Videoni ko'ring. Unaqa qisqagina oldim. Darsni ko'pchilik odam bo'lmagani uchun qisqagina oldim. O'shaning uchun videoda ko'rib olasiz endi. Kechga kutaman. Bugun kechga darsimiz sal kechroq bo'ladi. Chunki 6:30da boshqa darsim bor. Darsni demak sizlar bilan 8 ga yoki 8:30 ga rejalashtiramiz. Скорее всего 8 ga rejalashtirsak kerak.